Respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbiri doirasida joriy yilning 12-mart kuni Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan Termiz tumanida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida yirik miqdordagi giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Aniqlanishicha, Afg'oniston fuqarosi WhatsApp orqali aloqaga chiqib, 1 kilogramm opiy giyohvandlik moddasini 10 ming AQSh dollariga sotishga kelishgan va uni chegara orqali O'zbekistonga yetkazib berish rejalashtirilgan. Tezkor ma'lumotlarga asosan 2001-yilda tug'ilgan mazkur shaxs giyohvandlik moddasini yuk mashinasi uchun mo'ljallangan domkrat ichiga yashirgan holda olib kirishga uringan. 12-mart kuni ertalab soat 7:00 lar atrofida haydovchi KAMAZ rusumli yuk mashinasida chegaradan o'tayotgan vaqtda ushbu domkratni O'zbekiston hududida qoldirish rejalashtirilgani ma'lum bo'ldi. Kunning ikkinchi yarmida domkrat belgilangan shaxsga topshirilayotgan vaqtda tezkor xodimlar tomonidan xolislar ishtirokida ushlandi. Mazkur tekshiruv davomida domkrat ichida sariq skochga o'ralgan o'tkir hidli, umumiy og'irligi 1 kilogramm 93 grammni tashkil qiluvchi 4372 dozaga teng opiy giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, 10 ming AQSh dollarini olayotgan Afg'oniston fuqarosi ham Termiz tumanidagi xalqaro bozor hududida daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.